Hi everyone. Let's continue to learn the alphabet. Hammaga salom. Biz demak kechagi darsda ozgina alfabetlar haqida, ularni o'qish haqida o'tib oldik. Endi esa bugun alfabetlarni demak so'zlarda qanaqa tovush berishini ko'rib chiqamiz. The first we will read and then we'll listen and repeat, okay? Demak, birinchi biz o'zimiz o'qiymiz, undan keyin eshitib takrorlaymiz. Xo'p, endi ketdik. A apple. Demak, kecha aytib o'tdik, A apple. B ball. C cat. D doll. E egg. F frog. Endi buni o'qilishini takrorlaymiz. Hammamiz birgalikda orqasidan takrorlashimiz kerak. Xo'p, now listen. The alphabet. Page 3. Listen and repeat. A. Apple. B. Ball. C. Cat. D. Doll. E. Egg. F. Frog. Endi esa demak qo'shiqdagi so'zlarni o'zimiz o'qib takrorlaymiz. We will read the lyrics of the song, then we will listen and sing together, okay? A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for egg, F for frog, A, B, C, D, E, F. Xo'p, endi esa demak takrorlaymiz. Unit 1, page 3. Sing along. A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for egg, F for frog. Endi esa davom ettiramiz so'zlarni o'rganishda. Demak, G bu cho'ziqrog'ida eslasanglar, bunisi esa J edi. Demak, bunisi G. G glass, G tovushini beradi. Glass. H hat. H hat. Demak, H tovushini beradi. I Indian. I Indian. J jam. K kite, L lemon, M man, N nose, O onion, P pen. Demak, so'zlarni yodlab olishimiz kerak. Glass, hat, Indian, jam, kite, lemon, man, nose, onion, pen. Okay, sing along. Demak, G for glass, H for hat, I for Indian, J for jam, K for kite, L for lemon, M for man, N for nose, O for onion, P for pen. Okay, endi esa qo'shig'ini eshitamiz. Unit 1, page 4. Listen and repeat. G. Glass. H. Hat. I. Indian.
J, jam. K, kite. L, lemon. M, man. N, nose. O, onion. P, pen. Va albatta daftarga yozganda tarjimasi bilan birga yozib olishlaringiz kerak. Misol uchun agar boshidan boshlanadigan bo'lsa, demak apple olma, ball qopdog, cat mushuk, doll qo'g'irchoq, egg tuxum, f frog qurbaqa. Demak glass stakan, hat shlyapa, indianlar ya'ni o'sha nima qabiladagi odamlar, hindu, jam murabbo, kite varrak, lemon limon, man erkak kishi, nose burun, onion piyoz, pen ruchka deb yozamiz. Hop, endi esa qo'shig'ini eshitamiz. Unit 1, page 4. Sing along. G for glass, H for hat, I for Indian, J for jam, K for kite, L for lemon, M for man, N for nose, O for onion, P for pen. Hop, endi esa keyingisiga o'tamiz. Demak Q queen, Q queen, R rain, S star, T train, U umbrella, V van, W watch, X box, Y yo-yo, Z or Z zoo o'qiymiz, ikkita o u tovushini beradi. Xo'p, demak queen qirolicha, rain yomg'ir, star yulduz, train poyezd, umbrella soyabon, van kichkina avtobus, marshrutka deydi o'sha, watch soat, qo'l soat, faqat qo'l soatga watch ishlatamiz, box quti, yo-yo demak yo-yo o'yinchog'i, zoo hayvonot bog'i. Hop, endi esa demak Q for queen, R for rain, S for star, T for train, U for umbrella, V for van, W for watch, X for box, Y for yo-yo, Z for zoo. I can learn it, you can too. Demak, men buni o'rgana olaman, siz ham o'rgana olasiz degani. Xo'p, endi esa listeninglarni eshitamiz. Unit 1, page 5. Listen and repeat. Q, queen. R, rain. S, star. T, train. U, umbrella. V, van. W, watch. X, box. Y, yo-yo.
Z, zoo. Demak, talaffuzini birgalikda o'qiymiz. Demak, eshitib, orqasidan qaytarishingiz kerak. Endi esa qo'shiqni birgalikda kuylaymiz. Eshitib, birgalikda hozir o'qilishini o'qib chiqdik. Endi esa birgalikda kuylanadi. Xo'p, qani boshladik. Unit 1, page 5. Unit 1, page 5. Sing along. Q for Queen, R for Rain, S for Star, T for Train, U for Umbrella, V for Van, W for Watch, X for Box, Y for Yo-Yo, Z for Zoo. I can learn it, you can too. Hamma o'tilgan yangi so'zlarni yodlab chiqiladi. Misol uchun, o'sha Apple'dan boshlab olma, koptok, demak, o'qilishini ham qayta ko'rib, talaffuzi to'g'rilab, uyga vazifa qilib yodlab olinadi. Xo'p, endi esa mashqlarga o'tamiz. Fill in the missing letters. Demak, qoldirib ketilgan harflarni to'ldirib chiqing. Demak, men bu yerga yozdim. Demak, A, B, demak, bu yerga qaysi harf bo'ladi? Now we will write this one or not this one, yeah? Mana bu demak to'ldirib chiqiladi. A, B, C with capital letter. Now look at. Mana xuddi shu tarzda to'ldirib chiqiladi. A, B, C, D, E qilib. Xo'p. Va bunga 30 sekund yetadi. Daftarni ochib, harflarni katta harflar bilan yozib to'ldirib chiqiladi. Xo'p, 30 sekund vaqt ketdi. You have 30 seconds to do this activity, okay? Hop, endi esa keyingi mashqqa o'tamiz. Hop. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tarzda to'ldirib chiqish kerak edi. Hop, and now look at these pictures, look at the letters. And you have to write the words. For example, what is this? It is an apple. Like this. Xuddi shu tarzda yozib chiqish kerak. Demak, doll, apple. You have 1 minute. 1 minut vaqt. 1 minutdan keyin hozir daftaringizga yozib chiqing va 1 minutdan keyin tekshiramiz.
tekshirishni boshlasak ham bo'ladi. What is it? It is umbrella. Yes, it is umbrella. What is this? It is hat. What is this? It is man. What is this? It is jam. Jam, murabba. What is this? It is queen. What is this? It is lemon. Lemon. Yeah. What is this? It is watch. Watch. Agar shu tarzda yozgan bo'lsangiz, to'g'ri bajargansiz. Qaytaramiz. Doll, apple, umbrella, hat, man, jam, queen, lemon, watch. Har doim o'qib qaytaramiz deganda bo'ldi, o'rganib bo'ldi deganda buni qaytarish shart emas deb o'ylamang. Qancha ko'p ovoz chiqarib qaytarsangiz, shuncha tilingiz ingliz tiliga yaxshi chiqishni boshlaydi. O'shaning uchun ko'proq baland ovozda o'qishga harakat qilish kerak. Qayta. Xo'p, endi bu yerlarda demak fill in the missing small letters. Siz buni kichkina harflar bilan to'ldirib chiqishingiz kerak. Fill in the missing capital letters. Demak, mana bu small letter degani small letter degani to'g'ri ketdi. Qizil qilamiz. Demak, mana bunga e'tibor berishimiz kerak. Mana small letter degani, demak bu kichik harf degani. Demak, kichik harflar degani. Harflar. Demak, hammasini demak small letter kichkina harflar bilan to'ldirib chiqiladi. Mana. Ammo bu yerda capital letter degan, demak capital letter degani bu yerda katta harflar bilan to'ldirib chiqish kerak degani. Demak, bosh harflar deymiz o'zbek tilida. Bosh harflar yoki katta harflar. Mayli, agar tushunmasa ko'pchilik katta harflar beramiz. Katta harflar, demak filling in the missing capital letters. Demak, eslab qolamiz. Small letters kichik harflar, capital letters katta harflar. Va fill in the missing letters. Letters degan harflar. Demak, mana shu G H I J, ya. Demak G. Demak, mana bu yerda qaysi ekan? Katta bilan yozilgan bo'lsa, katta bilan, kichkina bilan yozilgan bo'lsa, kichkina bilan to'ldiramiz. H I. Mana G H I xuddi shu tarzda to'ldirib chiqamiz. Bu uyga vazifa bo'ladi. Demak, birinchisi kichkina harflar bilan to'ldirib chiqish harflar bo'lib qolibdi. Mana bu yerda harflar. Harflar. Bu yerda katta harflar bilan, bunisida esa agar kichkina bilan berilgan bo'lsa kichkina, katta bilan berilgan bo'lsa katta harflar bilan to'ldiriladi. Xo'p, write in capital letters. Demak, tepada aytdik. Capital letters it means katta harf degani. Demak, hammasini katta harflar bilan yozib chiqamiz. Dog. Qaranglar, dog. Demak, mana bitta ko'rsatib beraman. Demak, apple. Xuddi mana shu tarzda. Kichkina bo'lib qoldi yana. Bu kichkina emas, katta kerak bizga. Apple. Mana xuddi shu tarzda qilib chiqiladi. And write in small letters. Demak, small degani kichik edi. Demak, bular kichkina harfda qilib chiqiladi. Misol uchun egg, like this. Mana xuddi shu tarzda bajarib chiqamiz. Demak, keyingisi esa match the first letters of a word to the end of the word and it is pictures. Demak, Jane bilan qaysi harf o'sha
so'z bilan bog'langanini topishimiz kerak va u so'zni to'ldirib qo'yishimiz kerak. Bu tushib qoldirilgan va biz uni matching qilishimiz kerak. Demak, G'ni mundoq keltiramizda mana bu yerga. Demak, mana shu yerda qaysi harf tushib qolgan ekan? J harfi tushib qolgan ekan. Demak, jam. Xuddi shu tarzda. Demak, X ga qaradik. Xni mundoq olib kelsak, xatga. Demak, mana shundoq qilib xat qilib to'ldirib chiqiladi. It's also for your homework, okay? Bu uyga vazifa hisoblanadi. Keyingi darsda buni tushuntirib beraman. Demak, bu chunki juda ham muhim mavzu bo'lgani uchun gap darsni boshida tushuntirgan yaxshiroq. O'shaning uchun, demak, uyga vazifani mana shu joygacha qilinadi. Bugunga yetadi. Hamma so'zlarni yodlash, o'qilishini takrorlash va mashqlarni bajarib chiqish bu uyga vazifa. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, izohlarda yozishlaringiz mumkin. Bugun uchun yetadi. Demak, goodbye. See you next lesson.